Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga shunaqa chiroyli uyni qurib, tayyor holatga keltirib qo'ydik yaqinlarimiz bilan. Ko'ryapsizlar, 2 sotuv yer maydoniga joylashgan. Lokatsiyalari zo'r, metrolar yaqin, bog'cha, maktabdan umuman muammo yo'q. 3 ta 4 talab. Zo'r joydan yangi shunaqa hammani uyi shunaqa chiroyli uy qurilgan. 2 ta qurganmiz. Bu bittasi, narigisi ikkinchisi. Pastda nomerlarimiz bor, telefon qilsanglar, narxlarni hammasini gaplashamiz, lokatsiyalarni ham tashlab beraman. Xo'p, bu qayerda joylashgan? Toshkent shahar Sergeli tumanida Ada Hotel 4-mi, 3-mi Masip yonidagi Ada Hoteldan o'ngga kirganinglarda, o'shaning orqasidagi ko'chada, shunaqa chiroyli mahallada joylashgan, 2 sotuvga qurilgan tayyor xonadonimiz. Zeloniy zonalari bor. Ko'ryapsizlar, avto urmasini tepasiga hozir shunaqa setkalar qilib qo'ydik. Tashqarida umumiy bitta shu tashqari uchun hojatxonalari bor, remontlari bor. Ichida endi mana bunaqa narsalar yotibdi. Yangi bitgan uy. Pastda bitta podvoli bor, kattagina. Barcha sharoitlari bor. Birma-bir ko'rsataman. Havas qilgan bo'lsangiz, shu menga ham shunaqa uylar nasib qilarmikin deb aytmang. Menga ham 2026-yilda Alloh taolo menga ham shunaqa zo'r uylar nasib qilsin deb yozib yuborgan har bitta obunachimga, kommentariyaga yozgan obunachimga bundan zo'r xonadonlar nasib qilsin va kalitini men deb berish bizga nasib qilsin. Ketdik ichkarini ko'rsataman sizlarga. Yaxshi akfa eshik romlardan qo'yilgan. Xonadonimiz 100% bitgan, hujjatlari joyida, oldi sotdiga tayyor. Xonadonimiz TV zonasi, bitta televizor qo'yasiz, hol. Holdan tashqari 6 ta xonasi bor. Oshxonasi ham hattoki alohida. Xo'p, kelinglar, birin-ketin ko'rsatamiz. Oshxonaning kengligini qarang. Oshxona juda ham kattagina. Oshxonamiz bor. Xo'p, davom etamiz. Remontlari zo'r. E'tibor beringlar. Yorug' ranglardan foydalanilgan, sababi uy joy chiroyli, yorug' bo'lsa chiroyli bo'ladi. Kattagina umumiy sanuzeli kombinatsiya qilib kafillar tanlangan. Xo'p, bu tarafda juda ham katta zali joylashgan. Yer maydoni 2 sotuv. 2 sotuvdan shunaqa unumli foydalanilganki, 6 ta xona, oshxona holdan tashqari. Bu birinchi xonamiz, birinchi zalimiz. Orqa tarafimizda orqa hovli tashab ketilgan, orqa hovli ham kengina havo aylanishi uchun. Ko'ryapsizlar, maza qilib yashash uchun, maza qilib mehmon kutish uchun bu joylarimiz qulay sharoitda. Xo'p, birinchi qavatimizni kattalar yotoqxonasi, remontlari zo'r, lustralari bor, o'zini ichida sanuzellarigacha bor hattoki. Va orqa hovliga chiqadigan eshiklari, orqa hovliga narsalaringizni qo'yib qo'yishingiz mumkin va orqa hovli ham 100% remontda qilingan. Bir xil orqa hovlini remont qilmasdan shunday sotib oladi, yo'q. Bu yerda hamma narsa tayyor. Havoli zo'r aylanayotgan uchun eshiklar ochilib, yopilib, ozgina mana ko'ryapsizlar, shunaqa ovozda chiqyapti. Xo'p, bu zinalarimiz, baqvat zinalar, ana yengil yelpisidan qo'yilmagan. Aynan bitta shotga narsa qo'yilmagan, qolib ketgan. Buni ham qo'yib beramiz xohlasanglar. Mana zina uchun kattagina lustra uyimizni chiroyiga chiroy qo'shib turibdi. Bu yerda mana bitta yotoqxonamiz bor. O'zingizning hovlingizga qarang, balkonchasiga ega. O'zingizning hovlingiz, mahalla juda ham chiroyli qurilib boryapti. Xo'p. Davom etamiz. Obuna bo'ldingizmi? Sizdan hech narsa ketmaydi, lekin mendagi ijodkorlar uchun obunachi ko'payishi bor-ku, nima narsa aytaymi? Davay ishla, to'xtama degan narsani beradi. Shuning uchun bitta obuna bo'lib, bitta like bosib, kommentariyada zo'r ekan uy, menga ham nasib qilsin deb yozib yuboringlar, tez kunlarda Alloh taolo yetkazsin. Ikkinchi qavatdagi zal, lustrasini ko'ryapsizlarmi? Did bilan tanlangan har bitta element. TV zonalari, mebellari qilingan. Mayda-chuyda bir ikkita ishlari bo'lsa, uni qilib olamiz, xudo xolasa. Uy 100% topli polda, ko'ryapsizlar sistemalarini. Ikkinchi qavatda sanuzeli umumiy. Remontlari zo'r. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Kattalar yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Orqa hovliga qaragan, o'zini shunaqa romlari bor. Ketdik. Remontlariga e'tibor bering. Uyimizni narxini aytib o'taman. Bu yerda ham bitta yotoqxona, o'zini sanuzeliga ega, sanuzel ham remontlari tayyor. Bu xonadonimiz Toshkent shahar Sergeli tumani, o'sha betonkadagi, massив betonkadagi 4-massив deymizmi? Ada Hotel yonidan to'g'ri katta yo'l tushgan, chiroyli mahalla tushgan. Ana shu mahallada joylashgan.
Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, lokatsiyalari bilan, videolari bilan hamma daniylarni yozib qo'yaman. Bu xonadonimiz narxi $170,000, 2 sotuv yer maydoniga joylashgan, 6 ta xonasi bor, alohida oshxona, alohida hol, alohida podvaliga ega. Remontlari tayyor, dokumentlari tayyor. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, o'zim javob beraman. Chiroyli narxda savdolashib, sizga kalitni topshirish menga nasib qilsin. Demak, keyingi boshpanada ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Aytgancha, sizni ham xonadoningizga reklama qilish kerak bo'lsa, obzor qilib sotish kerak bo'lsa, maklerga aytdingiz, u blogerga, bu blogerga aytdingiz, ishingiz bitmadimi? Balki bizdan bitib ketar. Sababi biz o'zingiz nomeringiz bilan sotamiz. Biz o'rtada turib, nima deydi, pul ishlamaymiz. Tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75. Bu ham meni nomerim. Bemalol telefon qiling, savdolashib, uy joyingizni arzimagan narxlarga reklama qilib beramiz. Sotilishga sababchi bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Demak, keyingi boshpanada ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.